aleyküm ahli TikTok aka ukalar, agayınlar. Aynalar. Agar kimki Moskvadan agar farshiy pecheti bo'lsa, aynalar. Возвращение родины olib turib keta beringizlar. U yerda pasport olib turib. Agar bular ketayotganda aeroportlarda запрет urayapti. Nima uchun? Причина nima? Sen deydi farshiy pecheting bor deb. Agar ketgan bo'lsa, keladigan aynalar bo'lsa ham pasportini almashtirib turib, Moskva emas, boshqa regionlardan kelsin. Misol uchun Tatariston, yoki bo'lmasam Grozniy, yoki bo'lmasam Osetiya shu tomonlarga bilet olib turib kelsa, inshaalloh kirib keladi degan umiddaman. Shu agar kimning farshiy pecheti bo'lsa, shularga jibertib qo'yingizlar, inshaalloh Xudo xolasa. Сообщение yaxshigina bir chiroyligina kommentariy yozib qo'ying. O'zlaringizda asrangizlar endi. Lekin mana o'zimizning akamiz ketdi. Qanday bo'lyapti aka? Normal. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Oyoq dam olyapti tana butun vujud. Haligi qizil ketman va shartuz hammasi kelaversin-a. Kelaverasizlar, mana adresda hamma yerga yozib reklama qilib qo'yibdi. Bemalol kelasizlar, mana akamiz xizmatda. Lechini qilib ketasizlar, mazza qilib. Inshaalloh xudo xolasa kelaveradi, ortiq javob qilamiz sizni. Qarangiz, men sizga shulib qo'ydim, ha. Bu kishiga hijoma qildim sizni. Mana qanday bo'ldi taassurotlar? Qanday bo'lyapti? Juda yaxshi bo'ldi. Mana anchadan beri bir vaqt ajratib kiymoqchi bo'lib yurdik. Shu keldik, mana tanishdik. Yoshimiz ham teng ekan doktor bilan. Yana ham qalin bo'ldik. Mana nimaga sandalga kirdik, nimaga bochkaga. Odam o'zini yengil his qilib oldi-da. Endi doktor qachon kel desa kelaveramiz. Inshaalloh, o'zim sizga telefon qilaman. Bo'ldi, nasib inshaalloh. Mana shu bir kesalaringiz o'zi nimasini foydasini bilgandan keyin kelgingiz kelaveradi. Inshaalloh. Kimda agar mana shunday ozgina dard bo'lsa, nima bo'lsa, mana kesalaringiz inshaalloh avvalo Xudo dardni davoni Xudo beradi. Shu akamiz do'stimiz bir sababchi bo'lib qoladi. Keyingizlar buni agar lechini qilmoqchi bo'lsalaringiz, Moskvada bo'lsalaringiz, adres mana город Katenniki, улица Строителей, дом 2. Shu kelasizlar, do'stimiz o'zi kutib oladi. Inshaalloh kutib oladi. Men yaxshi his qilyapman o'zimni, yaxshi menga foyda qildi-da, birinchi marta. Mana akam bu necha marta bo'ldi kelayapsiz? Men 3-marta kelishim. Mana bo'yimda Astrakhan roz, davlenim 220 dan tushmasdi. Mana shu kelib, mana shulyuk, zulyuk shuni qo'ydirgandan keyin ancha menga foyda qildi. Mana 3-marta yana keldim, shu belga qo'ydim, oyoqlar, grija bor, tizalarda og'rig'i, mana shu. Hozir juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Mana kelingizlar. Juda ham yoqimli. Foydali. Foydali inshaalloh. Alloh shifosini bersin. Bir duo bering aydan. Duo bering. Siz bering duoni. Duo bering. Nima deb duo? Ha shu har bir musulmon ishlaringizga baraka. Hamisha shunday odamlarni sog' salomat qilib, kasaliga shifo berib jo'natavering. Alloh rahmat.